Heyo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'sha Lisa do'stlar. Bugungi videomizda kreativdaman. Kreativni puliga sotib oldim va mana ko'rib turibsizlar, o'ynaymiz. Bugun uy quramiz. Birinchi bizga yaxshiroq bloklar kerak bo'ladi va bundan yana bir bor sizlarga bir narsani aytib o'taman. Men nima desam ekan, kompotni uyini bilasizlarmi? Agar bilsalaring, men bilaman deb kommentariyaga men kompotni uyini bilaman deb yozib qoldiringlar. O'sha uyda qurishga harakat qilaman, lekin qurolmayman. Qani harakat qilib ko'ramiz. Bunaqasiga necha bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oxirgisi naridan qilamiz va 10. Mana bu tomonga 7 qilamiz. 1 2 3 4 5 6. Bo'lani birinchisidan 7 da. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 va oxirgisi 9. Bo'ldi. Endi biz buni ichini shunaqalarga yopib chiqamiz. Agar ko'rgan bo'lsalaring, menga obuna bo'linglar. Albatta sizlarni majbur qilmayman, shuning uchun menga kommentariy yozib qoldiringlar. Hozir do'stlar, bo'ldi do'stlar, reklama bo'lib ketdi. Shunga unda boshladik. Bizga bu bloklar kerak bo'ladi va bunaqasi qilib chiqamiz. 3 4 ta yetadi. Shunamidi? 1 2 1 2 3 4. Ha, to'g'ri. Endi esa bu tomonidan ham yana bir bor qilamiz. Shunamidi? Esimda yo'q. Agar eslaringda bo'lsa, menga ana tashib qoldiringlar, iltimos. Va Telegram kanalimni ham aytaman. Faqat birozdan so'ng. Hozircha men Telegram kanalim bor, aldamayapman, lekin sizlar menga obuna bo'lganlaringdan keyin va men Telegram kanalimni aytaman. Telegram kanalimni ham yurg'izyapman. Unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Degan obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Hozircha videoni ko'rishda davom etinglar. Va shunday biroz katta qildim. Shuning uchun shuni qila qolaylik. Va shundaymidi? Bunday va bunday. Ha, shunday. Ya'ni men bilmadim, bilsalaring Telegram kanalimga tashlaringlar. Faqat sizlarga aytganimdan so'ng do'stlar, sizlarni kechirib qolaman. Uzr agar ana bo'layotgan bo'lsa, chunki men nima desam ekan, ana qilolmayapman-da. Reklama bo'lib ketyapti. Shularni nima qilsam ekan? Hammalarni video ko'raylik, nimadir bo'lib qolar deydi-ku. Qanunda yana eshik kerak bizga. Mana bu eshik va mana eshik qo'yildi. Shunaqa qo'ymadi. Mayli do'stlar, kompotni uyini qilmaymiz. O'zimizning uyimiz deb hisob qilamiz va shu uy yetadi. Va mana bu yerni ham mana shunday qilamiz va shunday. Ha. Do'stlar, agar kim menga obuna bo'lgan bo'lsa, sizlarga katta rahmat. Meni qo'llab-quvvatlaganlaring uchun. Buni yana ko'p videolar chiqaraman. Kim bilan chiqarishimni o'zlarining kommentariy yozib qoldiringlar. Siz mana shu bilan chiqaring deydi. Maylimi? Mayli.
qani va bo'ldi. Bu yerga ham qilamiz eshik va bo'ldi va bu yerga mana shunday mana shunday qo'yamiz va mana shunday kirib chiqaramiz. Endi esa birinchi fakellarni bu yer spalni bo'ladi, yotoqxona, bu yer esa mana bu yer vanna bo'ladi. Bu yerga ham bir qo'yamiz va unga tepasini yopib kelaman do'stlar. Videoni to'xtatib tura olmayman, chunki sizlar meni agar aldashim mumkindir, boshqa menga qilib berishi mumkin deb o'ylaysizlar, lekin yo'q, mana o'zim qilyapman. Va mana sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, albatta menga kanalimga obuna bo'lib, kommentariy va like bosish eslaringdan umuman chiqmasin. Meni qo'llab-quvvatlayapsizlar, chunki shundan buyon ketvarsalaring yomon narsa bo'ladi-da. Do'stlar, hozir sizlarga bir life fact ko'rsataman. Shunday qilasizlar, bu yerga chiqib bu yerda yopish kerak. Mana, yo'q, bu yerda yopmaymiz. Bu yerda esa fakelda olib tashlaymiz. Boshqa yerga qo'yamiz. Birinchi qo'yib olaylik. Juda ham qorong'i bo'lib qoldi. Mana, bo'ladi va shunday qilganimizdan keyin hozir do'stlar va mana bu yerga hozir bo'lmadi. Nega bunday bo'lyapti? O'zim ham hayronman. Mayli, bittalik yetadi. Va bunga suv kerak. Suv esa qilichlarda bo'ladi. Mana va bu yerga buni va mana shunday mashina cho'milaverasizlar. Sizlarga eng zo'r life fact. Ya'ni bilmadim, xohlaganlaringni xohlasalaring qilib. Voy, nima buni oldim? Mana buni olish kerak edi. Esimdan chiqib qolibdi. Nega qo'yib bo'lmadi? Mana bu yerga qo'yiladi-ku. Mayli, o'zi kechasi ham tushib qolyapti. Uxlashga vaqti bo'ldi. Buni bu yerga emas, tepasiga qo'yamiz. Mana va mana shu yerlarga, bu yerga va keyin esa yotoq qo'yamiz. Yotoq bunaqasiga biz uxlab turamiz. Juda ham charchab ketdim. Davom etamiz yana. Juda ham qiyin bo'lyapti do'stlar. Sizlar qanday qilasizlar? Hayronman. Sizlar ham qilasizlar-yo. Voy. Shunaqasi va shunaqasi. Bo'ldik, endi kitoblarni joylash qoldi. Kitoblarni esa men kitob ko'p o'qiyman. Agar bilsalaring, mana olib tashlaymiz. Bo'ldi mana. Endi bizga nima kerakligini hozir ko'rasizlar do'stlar. Shu yerda mana. Bu siz odamlar menimcha mazza qilmasa kerak. Agar kreativda bo'lsalaring, mana shunday qilishlaringni tavsiya qilaman. Yumshoqqina va oyog'im mazalayapti o'zi ham. Unda yotoqxona tayyor va endi oshxonani qilish qoldi. Faqat bu yerga qo'yamiz mana shunday va yonlariga mana shunday yopib tashlaymiz biz. Shunga mana shunday qilib, yaxshi. Bu faqat do'stlar buni o'rniga boshqasini qo'yamiz. Mana shuni qo'yib ko'raylik. Agar bo'ladi. Endi o'tirishga joy qilish qoldi.
mana shu atroflardan qilamiz. O'zi ikkitagina odamcha bo'ladi, mana 3 tagina yetadi. Mehmonlar nimadirlar kelib qolsa-da, endi bizga bir dona tort kerak, o'rtaga qo'yamiz va endi bundan yo'q chiqamiz yana. Voy, ochib oldim. Lekin rosa ham mazza. Va nima bunaqa? Mazza-ya. Naqa qo'yib bo'lmaydi aytgancha. Mana, desab qo'yib bo'lmaydi. Sizlar ham mana buncha bilsalaring kerak, bu yerga ham qo'yilmaydi. Va mana bo'ldi do'stlar, bizda uyimiz tayyor. Agar yoqmagan bo'lsa, uzr. Faqat men yaxshi uy qurolmayman, zikrasini nima qilolmayman o'zi. Mana bo'ldi do'stlar. Keyingi videomda yana nimani qo'shish qoldi? Kommentariy yozib qolinglar. Nima qo'shay? Bu yerga yoki nimadir qo'shaymi yoki agarodmi yoki bu tomonga agarodmi xohlagan narsalaring xohlagan narsani aytinglar. Magazin, maktab, xohlagan narsani qilaman. Bizning videomiz shundan iborat edi do'stlar. Hammaga xayr deb qolmayman. Birinchi agarodni qilib olaylik. Sizlar bu shunchaki kamgina video bo'ldi, shuning uchun hozir sizlarga ko'rsataman. Agarod qilaman. Va mana nechta bo'ldi? 1 2 3 4 ta bo'ldi va 5 tani qilamiz. Va mana 1 2 mana 2 3 4 5 mana 3 4 5 shunchasi yetib qolsa kerak deb o'ylayman. Va bunga esa shular kerak bo'ladi. Biz buni bunday qilamiz va bundan esa bunday qilamiz. Bunday bo'ladi. Do'stlar, agar men videom yoqqan bo'lsa, albatta yana bir bor aytib o'taman, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi bizga urug'cha kerak. Urug'cha esa o'zini urug'ida. Zo'ra urug'cha o'zini urug'ida. Endi bizga kerakli bo'ladigan narsa bu. Oddiysini ham olib qo'ysak ham bo'ladi, lekin menga almasini yoqadi, shuning uchun bilmayman hech baloni. Zo'ra qo'yib ketaveraman, shuni olib qolaveramiz. Va mana va o'zi ana o'sishni boshlayapti. Bo'ldi do'stlar, mana bo'ldik va nihoyatda magazin ham quraman. Albatta faqat keyingi videomizda uyim yoqqan bo'lsa, albatta menga kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr do'stlar.